Hasanboy Do'stmatov yana bir bor jahon chempioni bo'ldi. Yana bir bor deyapman, chunki bu yangilik emas, bilasizlar. Meni 40 chiqqandan beri aka borgan musobaqasida yutib keladi. O'zini vesini monopoliya qo'ygan, o'zini vesida chingalchik tashlashdan ham Luboyni yutib yuboradi. Perchatga taqqanni gap chiqaryapti. Kadeo Madridda 22 da bo'lsa, bitta gol hisobiga yutsa gapirsam u akam bitta jayli odamni gapirmasam bo'lmaydi, to'g'risi. Shu bir kishilik talpa olib qo'ygan. Bir kishilik talpa emas. Bitta o'zurada 5-6 kishi urgandek ko'radi. Bu kariyeschi odamni tishiga tushadi. Hasanboyga urganda raqib sachiga kariyes tushib ketdi, ko'rdinglarmi? Biqini yurib tishini tomirlarini ko'rsatyapti. Peshonasiga varikoz chiqqan odamni ko'rganmizlar, u tashni qo'yib ketdi. Oy, bo'ydan oldin men Bahodir deb esida tushar edi degan ekan. Oy, ko'ko unaqa to'polon qilma deyishgan. Hech yo'q, ikkiga bir urishadi degan ekan, ham unashmayapti. Yo'q, unaqa qilma deyishibdi. Oxiri ko'rgan bo'lsa, birinchi raund urgandan keyin trenerini ko'rdinglarmi? Raqib trenerini. Voy, mavolaga ikkinchi guruh nogironiga dokument qilib yuboraylik. Deyotganini eshitdilarsizlar, men eshitdim. 2 tur kam ta'minlangan qilib qo'ydi уже. Tabriklaymiz.